Assalomu alaykum do'konjonlar. Men shu hozir ananasni ekib ko'rmoqchiman. Ko'p internetda ko'rdim, ko'p kishilar ekib tomirlatib qo'ygan ekan. Tomirlatib ekib qo'ygan ekan. Shunday desam to'g'riroq bo'ladi. Biz ham sinab ko'rmoqchi bo'lib, shunday qilib ko'ramiz. Harakat qilamiz tomirlatishga. Ozgina tozalab olish kerak ekan, tomir chiqishiga yordam bo'lish uchun. Qizim hayron. Nima qilyapti ekan deb. Yana ozgiroq olayim. Tomirlatib ko'rib, qani shu gap rostmi, yo'qmi ko'ramiz. Yolg'onligini. Mana shunday qilib suvga tiqib qo'yish kerak ekan. Menimcha mana uni ham ozgina pichoq bilan olish kerak, chunki ananas bo'lib qolgan bu yog'i. Faqat mana shu yeri qolsa bo'ldi. Mana shu yerdan kesib tashlaymiz. Bunday qilib kesib tashlayman. Endi mana bunday qilsak, menimcha to'g'ri qilgan bo'lamiz. Mana ki. Bo'ldi, mana shunday qilib suvga solib qo'yamiz hozir. Mana ko'ramiz necha kunda tomirlar ekan bu. Mana bunday qilib suvga solib qo'ydik. Mana ko'ramiz qanchaga tomirlashini.